Anchadan bir hikoya aytmagandim, bir hikoya aytib bermoqchiman. Bu hikoyani men turk tilida o'qigandim. Kendini arayan kadın degan kitob bor. Xolid Erto'g'rul degan odam qalamiga mansub. Shu kishi yozyapti-da. Bir ayol hikoya qiladi, aytib beradi. Men deydi, juda boy badavlat oilani qizi edim. Juda bir xohlaganimcha yashardim. Bu dindan, diyonatdan, ayollikdan yiroqda bo'lgan bir qiz edim. Maza qilib yashardim xullas deyapti. Xohlagan joyimga borardim. Xohlagan ish narsamni olardim. Xohlaganimcha yashardim xullas deyapti-da. Hech qanaqa menga bir qanaqadir nis bo'ladi. Chegaralar yo'q edi dedi. Va kimdirki mendan so'rasa, "O sen noto'g'ri ish qilyapsan. Bunaqa ishing noto'g'ri. Sen bunaqa ketishda uzoqqa bormaysan, ha? Bu bunaqa yurishingni oxiri voy desa, aralashma, bu meni hayotim. Xohlaganimcha yashayman, xohlaganimni qilaman, xohlaganimcha hayot kechiraman derdim" deyapti. Va shunaqa yuraverib bir yigitni uchratdim deydi. U yigit bilan biz turmush qurdik. U bilan ham xuddi shunaqa yashadik deydi. Xohlaganimizni qildik, xohlagan joyimizga safar qilardik, xohlagan joyimizga borardik, xohlagan ishratimizni qilardik, xohlagan klubimizga borardik. Xullas deydi, maza qilib yashardik deyapti-da. Qo'shtirnoq ochida. Turmush o'rtog'im bilan va turmush o'rtog'im o'sha o'rtoqlari boshqalar bilan har xil o'yin kulgular qilardik, boshqa qilardik. Bir kun deydi, shu o'yin kulgular, shunaqa yurishlarda oqibati shakl qaytayotganimizda, o'sha klubdan qayerdandir qaytayotganimizda juda qattiq avtohalokat bo'ldi deydi. Bir avtohalokat bo'ldi. Katta yuk tashiydigan avtomobil deyapti, shu yuk tashiydigan katta mashina bizni bosib ketdi deydi. Bu yerda tirik qolganimizda o'zi juda katta mo'jiza edi deyapti. Men shu ko'zimni ochyapman, hamma joy alg'u-talg'u avtohalokatni tasavvur qiling-da endi. Avariyada qanaqa o'zingiz tasavvur qilasiz? Hamma joy rasvo yotib, boshqa odamlar o'rab olgan sizni. Juda bir qo'rqinchli bir holat. Shunaqa holatda turibman deydi. Va bizni tabiiy doktorxonaga olib borishdi, dadam yetib keldi deydi. Dadam meni deydi, katta bir biznesmen odam edi deydi. Tilla bilan shug'ullanardi dadam deydi. Tilla bilan shug'ullanardi. Butun o'sha yashaydigan joyning aholisi men dadamni tanardi deydi. Va dadam doktorlarning oldiga pulni yoydi deydi. Pulni yoydi. Tuzatman qizim dedi. Tuzat. Va aytdiki, tuzatasan, men olib ketaman dedi. Tuzata olmasang, men sendan yaxshi zo'r doktorlarni chaqiraman dedi. Va chaqirdi ham. Katta doktorlarni chaqirgan, boshqa qilgan, qon tahlillarni olgan. Endi avariyadan keyin odam har xil holatda bo'ladi-ku. Tuzatishda, boshqa qilishda qizga tashxis qo'yishibdi. O'sha katta falon pullarga chaqirgan doktori tashxisni qo'yib shunaqa debdi. Endi bitta qizingni bu oxirgi vaqtlari 50 yil bo'lib turibdi deydi. Buni qancha harakat qilsak qiyin debdi. Befoyda debdi xullas. Xullas o'tib ketishi mumkin. Ketib qolishi mumkin degan ma'noda deyapti. Endi bu gapni haligi qiz eshitib qopti deb bir ichiga bomba tushganday bo'libdi-da o'zi ham. Bomba tushganday. Tasavvur qiling, sizni doktorlar aytayapti 5-6 kun hayoting qoldi deb. Juda ham g'alati-da buni eshitish. Juda ham qo'rqinchli buni eshitish. Odam talvasaga tushib qoladi. Odam vahimaga tushib qoladi. 2 hafta vaqting qoldi desa. Yasin juda bir g'alati bu. Ali qiziga shunaqa gap eshittirib qolgan endi. Juda ham xavotirga tushgan ekan. Juda ham siqilib qolgan ekan. Keyin qo'rqib ketibdi. Juda ham qo'rqib ketibdi. Nimadan? Qabrda bitta o'zi yotishdan. Qabrdagi zulmatdan, qorong'ulikdan, bitta o'zi yotishdan, bitta o'zi qolib ketishdan. O'lib qolamanmi? Men bu yerdan ketib qolamanmi? Tayyormanman o'limga degan bu qo'rquv uni uyg'ota boshlabdi. Birinchi marta "Yo Alloh" debdi. Bu gapni aytarkan ichida olov uyg'onganligini his qilibdi. Birinchi marta ichlari jimirlab ketibdi. Men qo'rqyapman dedi. Men tayyor emasman debdi. Men hozir o'lib qolsam
qani man hozir o'lishga tayyor emasman deb, man hozir keta olmayman deb bu yoqdan. Men qo'rqaman u yoqda bitta o'zim yotgan. Cho'chiyman men u narsadan. Va yaratgan bilan va'dalashibdi. Nima degani bu? Men debdi agar sog' salomat bu yoqdan chiqsam debdi, eng yaxshi bandang bo'laman. Eng yaxshi bandalar qatorida bo'laman. Hamma yaxshiliklarni qilaman. Ibodatlarimni kanda qilmayman. Hammasini me'yorda zo'r olib ketaman. Faqatgina bitta iltimosim mana shundan chiqib ketay, sog' salomat chiqib ketay. Men hali o'limga tayyor emasman qolay desam. Jonimni ol desam tayyor emasman. Qanaqa qolaman bu yerda? Tushunasizmi? Ketishim kerak debdi. Va tabiiy vaqt o'tibdi, boshqa bo'libdi, sekin-sekin sog'aya boshlabdi. O'sha duo qilganidek, o'zi so'raganidek yaxshi bo'lishni boshlabdi. Men qisqa qilyapman. Va bu yerdan tabiiy chiqibdi. Turmush o'rtog'iga ham bu narsalarni aytibdi. Turmush o'rtog'i ham bu narsalarni guvoh bo'lib, tomosha qilib, qo'rqib ketganligidan, boshqa ekanligidan, unga chiqib bir qator ish narsa qilmabdi-da. U ham qaytibdi. Yaratganga qaytibdi, yaratuvchisiga qaytibdi. Endi oila yaxshi hayotni, mazmunli hayotni, to'g'ri hayotni kechirishga harakat qila boshlashibdi. Ularga qo'shnisi yordam beribdi bu masalada. O'sha deydi ibodatlarda qanday qilishni, nimalar qilish kerakligini, boshqasini hammasi qo'shnisi o'rgatishibdi. O'zini oilasidagi muhit bo'lsa, o'sha ayol qizda hikoya qilyapti, o'zini oilasidagi muhit u qadar tuzatish qiyin bo'libdi. Sekin-sekin bo'libdi, masalan, turmush o'rtog'i, yaqinlari, atrofdagilari, onasi masalan, yaratganga qaytib, yaxshi bir muhitda yashashni boshlabdi. Ammo deydi-da va otasini hikoya qilib boshlaydi. Ammo otam deydi, bu masalada biroz qiynaldi deydi. Qanday qiynaldi desa, otam boya aytdim, juda badavlat inson edi. Uni bitta yagona maqsadi bor edi, shaharda eng boy milliarder odam bo'lish. Eng milliarder odami bo'lish, eng badavlat odam bo'lish. Yo'qmi? Eng birinchi safdagi milliarderlar bo'ladi-ku, shunaqa odam bo'lish. Uni xayoli, shu ertalab 24 soat bo'ladigan xayoli katta summada pul topish. Yo'qmi? Katta summada pul topish kerak degan o'sha missiya xayolida aylanib yurardi deydi. Qiz aytayapti, hikoya qilayotgan qiz aytayapti. Men shunaqa deb o'ylab qolardim deydi. Dadam deydi, agar dadamga tanlov berilganda biz bilan pul o'rtasidagi tanlov. Dada o'ylashim bo'yicha dadam pulni tanlardi deydi. Qarang. Dadam shu narsalarda mukkasiga ketganda, onam bir kun yig'lab aytayapti. Xo'jayin deydi, o'sha dadasi degan ma'noda. Xo'jayin bo'ldi, yetardi deydi. Pulga cho'kib ketyapsiz, pulga ko'milib ketyapsiz deydi. Qayerga olib ketasiz shuncha pulni? Bo'ldi, yetardi. Unda ko'zingizni ochiring, atrofga qarang, bizga vaqt, oilangizga vaqt ajrating. Siz ham yaratganga qayting degan ma'noda gapirsa, binaga yog'mas ekan deydim. Umuman e'tibor bermas ekan. Umuman fokus qaratmas ekan bu masalaga. Va hamma uni shu narsaga undashga boshladi. Qizi ham, qizni xo'jayini ham, o'sha turmush o'rtog'i ham, bu ayoli ham, hamma uni yaratganga chaqirish bilan ovora bo'lib qoldi. Bo'ldi, yetar endi, shuncha pulni qayerga olib ketasan degan ma'noda. Hikoyaning davomi juda qiziq-da. Bir kun o'sha dadasi xasta bo'lib qoldi, kasal bo'lib qoldi. To'shakda yotgan ekan, hamma aytar ekan. Bo'ldi, balki yetar, shuncha vaqtingizni sarflayotganligingiz, shuncha boshqa qilayotganligingiz. Endi qaytarsiz yaratganingizga, endi qaytarsiz yaratganingizga. O'shanda ham e'tiborsizda. To'shakda yotgan holatda, kasal, bemor holatda yotibdi, o'shanda ham befarq bu masalalarga, ya'ni. Va bora-bora og'irlashib borar ekan. O'sha mazasi yo'q bo'lib, bora-bora kasal bo'lib, bora-bora battar bo'lib borar ekan. U shu holatgacha kelibdiki, o'lim to'shagida yotgan ekan. Masalasi hal bo'layotgan to'shakda yotgan ekan. Qarang-da, boshidagi hikoya bilan, boshida qiz o'zining hikoyasini aytadi. Menda shunaqa holat bo'ldi, men yaratganga qaytdim. Yaratgan menga sog' salomatlik berdi. Men ishondim. Men va'da berdim, qaytaman deb va qaytdim. Bu kishi bo'lsa qaytish xohlamayapti. Umuman qaytgisi yo'q. Qaytgisi yo'q qilib shu narsaga qat'iy turib olib, o'lim to'shagiga keldi. Va aytadigan bitta so'zi bor ekan u kishining. Tillalarim
tillalarim, olib kelinglar bu yoqqa, olib kelinglar tillalarim. Shu gaplarni qayta aytar ekan. Uydagilar aytayapti, "O nima qilasiz bu tillalarni? Nima qilasiz buncha pulni? O'lim to'shagida yotibsiz, nima qilasiz? Olib kelib qo'ysiz." Alloh deng, yaratgan deng, duo qiling deng. Kechiradi. Umidingizni uzmang derkan, u kishi qayta bitta so'zni qaytarar ekan. Tillalarim, olib kelinglar ularni. Tillalarimni olib kelinglar derkan. Qiz buni tushuntirishga harakat qilyapti hikoyasida. Men shu narsani bir tushundimki, dadam bu gapni aytishidan bir narsani nazarda tutyapti shekilli. Bu nima narsa desangiz, men shuncha bu tillalarim uchun kurashdim. Shuncha bu tijoratim uchun, shuncha bu pul uchun, shuncha bu davlat uchun harakat qildim. Men o'lim to'shagida yotibman. Qanchadir vaqtdan keyin masalan hal bo'lib qolishi mumkin. Bu tillalarim menga hech narsa qilib bera olmaydimi? Men sizlar uchun butun borligim, yoshligim, hayotimni baxsh qilib hayotimni berib yubordim, sizlar uchun kurashdim deyapti, tillalariga qaradi. Lekin sizlar men bu holatda yotganimda kelmaysizlarmi qaytib? Men sen uchun deyapti tillalariga nisbatan-da, shuncha harakat qildim deyapti. Lekin menga hozir hech qanaqa yordam bermaysanmi? Alam qiladimi o'zingizga savol berib ko'ring, alam qiladimi? Shuncha bir narsa uchun harakat qilasiz, kurashasiz, boshqa qilasiz va sizga yordam kerakli paytda shuna e'tiborsiz bo'lsa, kayfiyatingiz to'kib qo'yadi. Shu uchun shuncha harakat qildik-ku. Shu uchun hamma narsadan voz kechib, faqatgina shu tillalariga, puliga, boshqasiga fokus qaratdi. Nima bo'ldi oxir-oqibat? O'lim to'shagida yotibdi, yordam bermayapti u tillalar. Uni bo'lsa bitta gapi bor. Tillalarim. Va yana to'xtamas ekan bu gapni aytishdan. Ayol aytayapti. Dadasi, Alloh deng. Kechiradi, gunohingizni mag'firat qiladi. Kechiradi sizni. Qayting, Alloh deng. O'lim to'shagida yotibsiz axir. Bu pullaringizni nima qilasiz? Yordam bera olmaydi u pullaringiz. Siz shu pullar uchun shuncha harakat qildingiz, shuncha kurashdingiz. Endi bu pullar sizga yordam bera olmaydi. Qayting derkan. E'tiborsiz ekan. Faqat o'sha gapni qaytaraverar ekan. Tillalarim. Va yana boshqa narsani qaytarishni boshlabdi. Olib kelinglar ularni deb. Olib kelishibdi, tillalarni oldiga olib kelishibdi. Tillalarni ushlab o'tirar ekan. Yordam bermaysizlar menga degan ma'noda ushlab o'tirar ekan. Bularni olib keta olmaysiz deb tushuntirishga harakat qilar ekan. Foydasiz. Hamma atrofida girdi kapalak bo'lib qoldi. Ahvol yana jiddiylashib. Va atrofdagi hamma aytayapti. Bo'ldi qiling degan ma'noda gapiryapti. Qayting Robbingizga, qayting yaratganingizga. O'lim to'shagida yotibsiz axir, hozir ketasiz deyapti. Bunaqa holatingizda, bunaqa gaplar bilan xatarli-ku ketib qolish, o'lib qolishingiz degan ma'noda aytishar ekan. Tushunmas ekan haligi o'lim to'shagida yotibdi. Va bitta shunaqa bir holat bo'libdiki, ular kelishyapti dedi ekan. Ularga meni bermanglar. Ular kelishyapti. Hozir meni olib ketishadi. Men bilaman ular meni qiynashadi. Ayting ularga meni olib ketishmasin, meni ularga berib yubormanglar. Meni holatim qiyin. Meni berib yubormanglar deb jon taslim qildi. Bundan juda ham ko'p ibratlar, hikoyalar olsak bo'ladi. Biz shuncha harakat qilmaylik, shuncha pul topishga, milliarder bo'lishga, boshqa qilishga harakat qilmaylik, hammasi bitta moment bir tiyin bo'lib qolish ehtimoli bor. Bir tiyin bo'lib qoladi. Qarang, bir tiyin bo'lib qolishi mumkin. Odamlar hozir men juda ham hayron qolaman-da. Masalan, shunaqa odamlar bor, katta milliarderlardan, boshqalardan, boylardan intervyu oladi, boshqa qiladi, hayotini ko'rsatadi. Men ko'p shu narsaga guvoh bo'ldim-da. Ko'pi shuncha harakatim degan ma'nodagi savolda yurgandek tuyuladi menga. Men shuncha shular uchun harakat qildimmi, shu maqtanish uchun harakat qildim degan ma'noda.
Tushunyapsizmi? Ba'zida kimdir ko'rsatadi, boshqa qiladi, u farqi yo'q. Lekin bularning ta'sirida yoshlar ta'sir qiladi bizga. Ko'radi, men ham shunaqa bo'lishim kerak, boshqa bo'lishim kerak deydi. Bu hayotida eng asosiy nima bo'lsa da maqsadga aylanib qoladi. Men boyishim kerak, milliarder bo'lishim kerak deydi. Bittasi chiqadi deb, anaqa qilsang ko'p pul topasan, boshqa qilasan, hayoting zo'r bo'lib ketadi deydi. Va shu nimasi bo'ladi? Qo'pol qilib aytganda bo'lmag'ir narsalarga aldanadi. Men shu narsani aytmoqchimanki, sizga yozilgan narsa, bizni peshonamizga yozilgan narsa, bizni hayotimizda bo'lish kerak bo'lgan narsalar hammasi bo'ladi. Qancha qochmaylik undan, orqamizdan yugurib yetib keladi. Qancha unga yuguraylik, u bizdan uzoqlashadi. Qizig'i? Shuning uchun bu narsalarga u qadar mukkasidan ketib qolishimiz juda ham xatarli. Bundan da muhim ahamiyatga ega bo'lgan masalalar bor. Bundan da muhim ahamiyatga ega bo'lgan ishlar bor. Bular bizning hayotimizdagi bir yo'l-yo'lakay bo'ladigan narsalar bo'lishi kerak. Tushuntira oldimmi? Bu hikoyadan boshqadan juda ham ko'p ibratlar, foydalar olishimiz mumkin. Buni endi bizni kuzatuvchilarga qo'yib beramiz. Sog' bo'lasiz.